10 oktyabrdan boshlab pensionerlar uchun juda muhim tartiblar o'zgaradi. Va men bugun sizga aynan nimaga tayyor turish kerakligini oddiy, tushunarli tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot pensiya olayotgan har bir kishi, pensionerning farzandlari, vasiylari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar va bank kartasi orqali pul oladigan fuqarolarning barchasiga tegishli. Agar siz pensiyani vaqtida olishni, ortiqcha yugurga tushmaslikni, hisob kitobda xato bo'lsa uni o'z vaqtida tuzatishni xohlasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday o'zgarishlarda bir kun kechikish ham odamga ancha muammo keltirishi mumkin. Men avval eng muhim narsani aytaman. 10 oktyabrdan keyin asosiy e'tibor pensiya to'lovlarining to'g'ri manzilga, to'g'ri shaxsga, to'g'ri hujjatlar asosida yetib borishiga qaratiladi. Ya'ni tizimda pensionerning pasport ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami, pensiya turi va unga asos bo'lgan hujjatlar bir-biriga mos kelishi kerak bo'ladi. Oldin ko'p holatlarda pensioner pensiyasini bir necha yil davomida bir xil tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasiga olgan, kimdir naqd pul shaklida olgan, kimdir ishonchnoma orqali farzandiga oldirgan, kimdir yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa ham eski manzil bo'yicha hisobda qolgan. Amaliyotda shunday vaziyatlar bo'lgan. Odam boshqa tumanga ko'chib ketadi, lekin pensiya hujjatlarida eski tuman turadi. Yoki bank kartasi muddati tugaydi, lekin pensioner buni sezmaydi. Yoki telefon raqami o'zgargan bo'ladi, lekin tizimda eski raqam qoladi. Natijada xabarnoma kelmaydi. Qayta hisob kitob kechikadi. Ayrim to'lovlar vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Endi esa bu ma'lumotlarning aniqligi yanada muhim bo'ladi. Men buni vahima qilish uchun emas, oldindan tayyorlanish uchun aytyapman. Agar hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizda hech qanday muammo bo'lmaydi. Lekin hujjatlarda kichik nomuvofiqlik bo'lsa, masalan, familiyada bitta harf boshqacha yozilgan bo'lsa, pasport yangilangan pensiya bo'limiga ma'lumot berilmagan bo'lsa, karta yopilgan yoki muddati tugagan bo'lsa, mana shu holatlar pensiya olish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Avval pensioner pensiyasini olayotgan bo'lsa, tizim ko'pincha odatdagi to'lovni davom ettirardi. Masalan, Oydin opa har oy 1 million 2 ming so'm pensiya oladi. U pasportni almashtirgan, lekin pensiya bo'limiga bormagan. Oldin bunday holatda to'lov davom etishi mumkin edi. Chunki bank kartasi ishlayapti, pensioner bor, pul tushyapti. Endi esa pasport ma'lumoti yangilangani. Bankdagi ma'lumot va pensiya tizimidagi ma'lumot bir-biriga solishtirilishi mumkin. Agar nomuvofiqlik chiqsa, Oydin opaga qo'shimcha aniqlashtirish talabi keladi. Yana bir misol. Karim ota 6-8 yoshda pensiyasini o'g'li ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma muddati tugagan, lekin ular buni unutgan. Oldin ba'zan odamlar shu oy ham olib turaylik, keyin yangilaymiz deb yurishardi. Yangi tartibda ishonchnomaning muddati, haqiqiyligi va kimga berilgani alohida tekshiriladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, o'g'li bankdan yoki pochta orqali pensiyani ola olmasligi mumkin. Bu pul yo'qotadi degani emas, pul saqlanadi. Lekin olish uchun hujjatni yangilashga to'g'ri keladi. Yana bir muhim masala, pensiya miqdori qayta hisoblanadigan holatlar. Ayrim pensionerlar ishlashni davom ettiradi. Ayrimlar pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ish stajini oshiradi. Ayrimlar eski ish joyidan qo'shimcha ma'lumotnoma topadi. Agar yangi hujjat topshirilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu avtomatik hamma uchun bir xil oshadi degani emas. Men ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar hammaning pensiyasi oshar ekan degan gapni eshitadi va ertasi kuni bo'limga borib navbatda turadi. Aslida o'zgarish har kimning holatiga qarab ta'sir qiladi. Birinchi navbatda pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar sizning eski pasportingiz bilan pensiya tayinlangan bo'lsa, keyin ID karta olgan bo'lsangiz, ma'lumotlar yangilanganini tekshirib qo'ying. Ayniqsa ism, familiya, tug'ilgan sana va JSHSH raqami to'g'ri kiritilgan bo'lishi shart. Ikkinchi guruh bank kartasi orqali pensiya oluvchilar. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, kartangiz boshqa filialda ochilgan bo'lsa yoki siz yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya aynan qaysi hisob raqamiga tushishini aniqlang. Masalan, Sobir ota 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi sentyabr oxirida muddat tugagan. U esa kartaning ustidagi sanaga e'tibor bermagan. 10 oktyabrdan keyin to'lov kelganda karta faol bo'lmasa,
pul darrov qo'lga tegmasligi mumkin. Keyin bankka borish, yangi karta ochish, hisobni bog'lash, pensiya bo'limiga ma'lumot berish kerak bo'ladi. Bu esa 2-3 kun emas, ba'zan bir haftagacha vaqt olishi mumkin. 3-guruh. Ishonchnoma orqali pensiya oldiradiganlar. Bunda ikki narsa muhim. Ishonchnoma muddati va ishonchli shaxsning hujjati. Agar ona pensiyasini qizi olib berayotgan bo'lsa, qizining pasporti ham amalda bo'lishi kerak. Ishonchnomada pensiya olish vakolati aniq yozilgan bo'lishi lozim. Ba'zi ishonchnomalarda faqat bank amaliyotlari deyiladi, ba'zilarida esa pensiya olish alohida ko'rsatiladi. Shu nozik joyga e'tibor bermaslik keyin muammo chiqaradi. 4-guruh yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tgan manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya hujjatlaringiz ham yangi manzilga moslashtirilganini tekshiring. Masalan, Buxorodan Toshkentga ko'chib kelgan pensioner eski manzil bo'yicha hisobda qolsa, ayrim xabarnomalar, chaqiruvlar yoki aniqlashtirish so'rovlari eski hududga ketishi mumkin. Siz esa bundan bexabar qolasiz. 5-guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa muddati juda muhim. Agar nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa, holat boshqa. Agar ma'lum muddatga belgilangan bo'lsa, qayta ko'rik sanasi o'tib ketmasligi kerak. Bir kun kechikish ham to'lovni to'xtatish uchun sabab bo'lib qolishi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana tibbiy komissiya, hujjat, ariza kutish jarayoni boshlanadi. Agar siz pensiyangizni har oy bank kartasiga olayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma ishlatmasangiz, siz uchun katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Masalan, Dilbar opa har oy 1.4 so'm pensiya oladi. Kartasi 2027 yilgacha amal qiladi. Telefon raqami o'z nomida, ID karta ma'lumoti yangilangan, yashash joyi o'zgarmagan. Bunday holatda u faqat bankdan SMS kelayotganini, karta ishlayotganini va pensiya tushgan sanani nazorat qilib tursa bo'ladi. Lekin menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki ko'p xatolar odamning o'zidan emas, eski ma'lumotlar bazasidan, ish joyi arxivlaridan yoki hujjatdagi yozuv farqidan chiqadi. Masalan, mehnat daftarchasi ism Gulnora deb yozilgan, pasportda Gulnora deb kiritilgan, yoki tug'ilgan sana bir joyda 12 may, boshqa joyda 12 may bo'lib qolgan. Shu kabi kichik farqlar katta kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi misol, 7 yoshli pensioner bank kartasiga pensiya oladi. Har oy 1.600.000 so'm tushadi. U yangi telefon raqami olgan, lekin bankka ham, pensiya bo'limiga ham aytmagan. To'lov bo'yicha SMS eski raqamga ketadi. Bir kuni karta bloklanadi, chunki bank xavfsizlik bo'yicha tasdiqlash so'ragan. Pensioner esa bundan bexabar. Natija pul bor, lekin karta ishlamaydi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bankka shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan borish, telefon raqamini yangilash va pensiya to'lovlar tushadigan hisobni tekshirtirish. Ikkinchi misol. Pensioner ayol vafotdan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ham rasmiylashtirgan. Unga tegishli hujjatlarda nikoh guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi va yashash manzili muhim. Agar nikoh guvohnomasida familiya eski ko'rinishda, ID kartada esa yangi ko'rinishda bo'lsa, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjat so'ralishi mumkin. Bunday holatda odam nega meni qiynashyapti deb o'ylaydi. Aslida tizim bir odam boshqa, hujjat boshqa bo'lib qolmasligi uchun aniqlik talab qiladi. Uchinchi misol, pensioner ishlashda davom etyapti. U oyiga 2 million so'm ish haqi oladi va 1.900.000 so'm pensiyasi bor. Ish beruvchi badallarni to'g'ri ko'rsatmasa yoki ish staji elektron bazaga tushmasa, keyinchalik qayta hisoblashda muammo chiqadi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner faqat pensiya bo'limiga emas, ish beruvchisiga ham e'tibor berish kerak. Rasmiy ish haqi ko'rsatilyaptimi? Mehnat shartnomasi bormi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Bularning hammasi kelajakdagi hisob-kitobga ta'sir qiladi. 4-misol. Pensioner qishloqda yashaydi. Pensiyani naqd oladi. U bir oy uyda bo'lmagan, qarindoshinikiga ketgan. To'lovchi kelganda pensioner topilmagan. Keyin pensiyamni berishmadi degan tushunmovchilik paydo bo'ladi. Aslida pul qaytarilgan yoki keyingi tartib bo'yicha saqlab turilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla, pochta yoki pensiya bo'limi bilan oldindan bog'lanish kerak. Ayniqsa uzoq muddat uyda bo'lmasangiz, to'lov tartibini aniqlab qo'yish shart.
eng katta nozik jihat shuki, pensiya masalasida hamma uchun bir xil javob bo'lmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya to'lovlari bir-biridan farq qiladi. Siz qo'shningiz bilan bir xil yoshda bo'lishingiz mumkin. Lekin pensiya miqdoringiz boshqa bo'ladi. Chunki ish staji, ish haqi, to'langan badallar, hujjatlar, imtiyozli davrlar va oilaviy holat farq qiladi. Yana bir muhim nuansa. Pensiya oshishi va pensiya qayta hisoblanishi bir xil narsa emas. Oshish umumiy tartibda bo'lishi mumkin. Masalan, belgilangan koeffitsient yoki minimal miqdor o'zgarsa, qayta hisoblash esa individual holat. Masalan, siz eski ish joyingizdan 1905 yildan 1902 yilgacha ishlaganingiz haqida arxiv ma'lumotnomasi topdingiz. Bu sizning stajingizga qo'shilsa, pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Lekin hujjat tasdiqlanmasa o'zgarish bo'lmaydi. Yana bir xato. Odamlar og'zaki gapga ishonib, hujjat topshirmaydi. Menga aytishda avtomatik bo'larkan deydi. Men bunday vaziyatlarda doim shuni maslahat beraman. Agar sizning pensiyangizga ta'sir qiladigan yangi hujjat bo'lsa, uni rasmiy tarzda topshiring, ariza yozing, qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Og'zaki aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Ishonchnoma masalasida ham nozik joy bor. Agar pensionerning o'zi yurishga qiynalsa, farzandlari unga yordam beradi. Bu tabiiy, lekin ishonchnoma qonuniy rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bank ham, pochta ham pulni berishga haqli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan odamlar men uning o'g'liman-ku deydi. Lekin moliyaviy to'lovlarda qarindoshlikning o'zi yetarli emas. Vakolat hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Yana bir muhim masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning kredit qarzi aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Oktyabrdan keyingi tekshiruvlarda bankdagi holatlar va ijro hujjatlari ham ko'proq ko'rinishi mumkin. Agar pensiyangizdan kutilmaganda pul ushlab qolinsa, darrov vahima qilmang. Bankdan yoki ijro organidan yozma ma'lumot oling. Nima asosida, qancha miqdorda, qaysi qaror bo'yicha ushlab qolingan. Shundan keyin e'tiroz bo'lsa, rasmiy ariza bilan murojaat qilinadi. Birinchi qadam. Shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddati tugamaganmi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana xato emasmi? JSH raqamingiz hujjatlarda bir xilmi, shuni ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya bo'limiga borib ma'lumot yangilanganini so'rang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatini ko'ring. Karta ishlayotganini bankomatda yoki mobil ilovada tekshiring. Pensiya aynan qaysi kartaga tushishini aniqlang. Agar sizda bir nechta karta bo'lsa, adashib qolmaslik uchun bankdan pensiya hisob raqamini so'rab oling. Telefon raqamingiz bankda yangilangan bo'lishi kerak. Uchinchi qadam, pensiya hujjatlari papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, guvohnoma, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, vafot etganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank rekvizitlari va ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi tursin. Hujjatlar bir joyda bo'lsa. Muammo chiqqanda bir kunda hal qilish osonroq bo'ladi. To'rtinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada pensiya to'lovlari bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarni tekshirib berishingizni, bank rekvizitlarim va yashash manzilim to'g'ri kiritilganini aniqlashtirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar qayta hisoblash bo'lsa, taqdim etilgan hujjatlar asosida pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yoziladi. 5-qadam, agar pensiya vaqtida tushmasa, birinchi kuni darrov turli mish-mishlarga ishonmang. Avval bankni tekshiring. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Texnik uzilish yo'qmi? Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Agar pul ushlab qo'lingan bo'lsa, asosini so'rang. Har bir harakatni yozma iz bilan olib boring. Bugun ariza berdingizmi? Sanasini yozib qo'ying. Kim qabul qildi? Qaysi raqam bilan qabul qildi? Shuni. 6-qadam. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar farzandlariga yoki ishonchli qarindoshiga hujjatlar qayerda turganini aytib qo'ysin. Bu juda muhim. Chunki ba'zan pensioner kasal bo'lib qoladi, hujjat kerak bo'ladi. Farzandlari esa qayerdan qidirishni bilmaydi. Lekin bank karta PIN kodini hech kimga ochiq aytmang. Ishonchli odam bo'lsa ham moliyaviy xavfsizlik alohida masala. 7-qadam. Telefon orqali keladigan shubhali qo'ng'iroqlardan ehtiyot bo'ling.
pensiyangiz to'xtaydi, kodni ayting. Kartangizni yangilab beramiz, SMS kodini yuboring. 10 oktyabrdan pul olish uchun ariza to'ldiring degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta raqami, PIN kod, pasport rasmi yoki bank ilovasi parolini notanish odamga bermang. Rasmiy masalani bank filiali, davlat xizmatlari markazi yoki pensiya bo'limi orqali hal qiling. 8-qadam. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, ish beruvchidan rasmiy ma'lumotlarni tekshirtiring. Mehnat shartnomangiz elektron tizimda bormi? Ish haqi rasmiy ko'rsatilyaptimi? Staj hisobga tushayaptimi? Bugun bu oddiydek ko'rinadi. Lekin ertaga pensiyani qayta hisoblashda aynan shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. 9-qadam. Nogironlik pensiyasi oluvchilar tibbiy ko'rik muddatini kalendarga yozib qo'ysin. 1 oy oldin tayyorgarlik boshlang. Kerakli tahlillar, shifokor xulosalari, ambulator karta. Oldingi komissiya qarori tayyor bo'lsin. Hali vaqt bor deb yurib, muddat o'tib ketgandan keyin to'lovni tiklash ancha qiyinlashadi. 10-qadam. Har oy pensiya tushganini va miqdorini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Masalan, oktyabr 20.700.000 so'm tushdi. Noyabr 20.700.000 so'm tushdi. Agar bir oy 20.000 tushsa, darrov farqni ko'rasiz va sababini so'raysiz. Ko'pchilik aynan nazorat qilmagani uchun ushlab qolish yoki xatoni kech sezadi. Agar siz pensiya bo'limiga borayotgan bo'lsangiz, arizani murakkab yozish shart emas. Men oddiy nomini aytaman. Mening pensiya to'lovlarim bo'yicha shaxsiy ma'lumotlarimni, yashash manzilimni, bank rekvizitlarimni va pensiya miqdorim hisob-kitobini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar nomuvofiqlik aniqlansa, uni bartaraf etish tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday ariza odamni himoya qiladi, chunki siz masalani rasmiy ko'targan bo'lasiz. Agar qayta hisoblash so'rasangiz, arizaga hujjatlarni ilova qiling. Masalan, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, sud qarori yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat. Hujjat topshirganda nusxasi sizda qolishi kerak. Qabul qilingan sana bo'lsa, keyin murojaatni kuzatish oson bo'ladi. Agar pensiya tushmagan bo'lsa, arizada falon oy uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati bo'yicha yozma ma'lumot taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Sabab aniqlanmaguncha hech kimga pul bermang, vositachi qidirmang, tezlashtirib beraman degan odamga ishonmang. Demak, 10 oktyabrdan keyingi eng muhim masala pensionerlarning hujjatlari, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami va pensiya asoslari to'g'ri hamda mos bo'lishidir. Kimning hujjati joyida bo'lsa, u odatdagidek pensiyasini olaveradi. Kimda pasport, karta, ishonchnoma, manzil yoki tibbiy xulosa bo'yicha muammo bo'lsa, hozirdan tekshirtirib qo'ygani yaxshi. Men sizga tavsiya qilaman, bugunoq kartangiz muddatini ko'ring. ID kartangizni tekshiring. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Ishonchnoma muddati o'tmaganini aniqlang va kerak bo'lsa pensiya bo'limiga ariza bilan murojaat qiling. Bu ishlar ko'p vaqt olmaydi. Lekin keyinchalik pensiya kechikishi, ortiqcha navbat, tushunmovchilik va asabiylikning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bo'yicha qanday o'zgarish yoki muammo kuzatilyapti? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa yosh katta insonlar uchun juda kerak.